Shoqollar. Xalq tilida chiya bo'ri deb atashadi. O'ta moslashuvchan. Shoqollar deyarli hamma narsani, mevalar, hasharotlar, kemiruvchilar va hatto o'limtiklarni ham yeyaveradi. Bu ularni har qanday qiyin sharoitda omon qolishini ta'minlaydi. Vafodor juftliklar. Bo'rilar kabi shoqollar ham bir umrga bitta juft tanlaydi. Ular o'z bolalarini birgalikda tarbiyalaydi va hatto oldingi yillardagi katta farzandlari ota-onasiga yangi tug'ilgan ukalarini boqishda yordam beradi. Tabiiy sanitar. Ular o'limtiklarni yeyish orqali tabiatni turli kasalliklar tarqalishidan tozalaydi. Chaqqon va chidamli. Shoqol soatiga 16 km tezlikda uzoq vaqt charchamay yugura oladi. Ularning eshitish qobiliyati shunchalik o'tkirki, yer ostidagi kemiruvchilarni qimirlashini ham seza oladi. Mo'jiza. Shoqollarning eng katta mo'jizasi ularning muloqot tizimidadir. Ular quyosh botayotganda bir-biri bilan xonish, ya'ni vovullash va uvillash aralashmasi orqali gaplashadi. Har bir shoqolning o'ziga xos ovozi bor va ular bu orqali o'zini hududini belgilaydi va oila a'zolari bilan suhbatlashadi. Shuningdek, ular sher kabi yirik yirtqichlarning ortidan bildirmay yurib, ulardan qolgan o'ljani kutish bo'yicha strateg hisoblanishadi. Tayyoriga ayyorlar. Shoqol o'zi ov qilishdan ko'ra, sher yoki bo'rining ortidan yurib, ulardan qolgan yeyishni afzal ko'radi. Jamiyatda ham o'zi mehnat qilmay birovlarning yutug'idan foydalanib qoladigan yoki faqat foyda bor joyda paydo bo'ladigan insonlar shoqol tabiatli deb ataladi. To'dada kuchli, yolg'izlikda qo'rqoq. Shoqollar to'da bo'lib hayvonlarga hujum qiladi, lekin yolg'iz qolsa juda ehtiyotkor va qo'rqoq bo'ladi. Bu faqat o'ziga o'xshaganlar orasida ko'rinadigan, lekin haqiqiy qiyinchilikda qochib qoladigan kimsalarga ishora bo'ladi. Fursat poylovchilar. Ular o'z o'ljasini zaiflashini soatlab kutishi mumkin. Bu birovning xatosini yoki yiqilishini poylab turadigan ba'zi bir insonlar xarakteriga o'xshaydi. Shoqol tabiatida o'z vazifasini, tozalikni bajaradi va bu uning instinktga. Lekin inson ongi mavjudot bo'la turib, shoqol kabi birovning haqqiga ko'z tiksa yoki faqat fursat poylab yashasa, bu uning asosiy qadrini tushirmaydimi? Sog', salomat bo'linglar azizlar.